Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamin pechkamiz 1.5 Namangan viloyati Yangiqo'rg'on Qizilqiyoqqa o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka to'rtlik lista bo'lgan. Bilasizlar. Yoqib, qismlari 1.5lik to'rtlik lista bo'lgan. Ikkita duxovka bo'ladi. Oldida bitta, orqada bitta. Lazerda kesilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Yoqib sinirlik, o'ta go'zal. Muhammadjon gapirishni xohlamadi mana. Old tarafi pechkani, orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, uni qo'yasizlar. Orqa tarafi 3,5 4,5 5 xonalar ikkitasini bemalol istab beraveradi. Yoqsangiz agar, yoqmasangiz o'shaq o'tiraverasiz. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, obuna qo'yasizlar. Vodiy bo'ylab hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Narxi 4,4 million. Uydagi sement qon shiperdan chiqadigan bo'lsa, arzisi bo'lib qo'yishadi. Qo'yganini olib o'rnatib yoqilamiz. Sinchlar, shlakablok, penablok uylarga bemalol tushaveradi. Agar buzilganda g'isht chiqmasa, tepadagi mo'risiga 50 tadan 150 tagacha g'isht ketadi. Shuni olib qo'yishadi uydagilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.